Daraja dedik. Daraja degani yuqoriga ko'tariladi deyiladi. Darakat degani chuqurga. Jannatda darajalari bor, yuqoriga ko'tariladigan, jahannamda darakat chuqurlari bor. Chuqurga tushish osonmi yoki yuqoriga ko'tarilishlikmi? Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib bo'lgandan keyin Jibril alayhisalomga borib jannatni ko'rib keling dedi. Jabroil alayhisalom jannatni ko'rib, u yerdagi ne'matlarga guvoh bo'lgandan keyin kelib aytdiki, Alloh azza va jalla izzatingga qasam, jannatingni biror bir kimsa sifatini eshitmas ekan, albatta unga kirishga harakat qiladi va hamma jannatga kiradi. U yerda zo'rligidan dedi. So'ngra Alloh taolo jannatda makorih, insonga yoqmaydigan amallar bilan, nafsini sindirish kerak bo'lgan ishlar bilan, insonga og'ir bo'lgan amallar bilan o'rab qo'ydi-da, endi borib ko'rib keling-chi dedi. Borib jannatda o'rab turgan, makruh bo'lgan, insonga yoqmaydigan amallarni ko'rib turib Parvardigor, jannatingga hech kim kira olmaydi dedi. Haqiqatan qarang-da, bizni jannatga boradigan qaysi ishni tekshirmang, albatta bizning nafsimizga yoqmaydi. Alloh azza va jalla jahannamni yaratdi va Jibril alayhisalomga borib ko'rib keling dedi. Jahannamda borib ko'rdi va kelib aytdiki, Parvardigor, jahannamga hech kim tushmaydi dedi. Chunki u yerdagi narsani eshitsa hech kim borgisi kelmaydi dedi. So'ng Alloh azza va jalla jahannamda insonga yoqadigan shahovatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi ko'rib kelingchi dedi. Ko'rib kelib aytdiki, Parvardigor, do'zaxingga birorta odam tushmay qolmaydi dedi. Xuffatil jannatu bil makarih va xuffatin naru bis shahawat. Jannat insonga yoqmaydigan narsalar bilan o'ralgan, jahannam insonga yoqadigan narsalar bilan. Islom hukmlarini qarang-da. Ko'nglingizga yoqqan ishni qilaveringda, ko'nglingiz kustagan ishni qilaveringda, boradigan joyingiz tayin. Va aynan ana shu nafsingizni sindiringda. Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Nafsni Alloh taolo shunday yaratdiki, yaxshilik ham qila oladi, Alloh ilhom bergan. Yomonlik ham qila oladi. Qad aflaha man zakkaha. Nafsini poylagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan, nafsini xor qilgan yutkizdi. Oddiy arifmetika. Jannat eshigini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib taqillatadi. Hadislarda keladi, jannat eshigini birinchi bo'lib men qoqaman dedi Rasululloh. Shunda jannat qo'riqchisi Rizvon farishtasi kim deb so'raganda, Rasululloh o'zini tanitganda, sizdan boshqasiga birinchi bo'lib ochmaslikka buyurilganman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni aytib turganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shunda men yoningizda bo'lsam" dedi. Shunda siz albatta meni yonimda turasiz dedi. Ana birodarlar. Ana nimani qilgan ular. O'shunda yonimda turasiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummati kiradigan bo'lsa, ummatidan birinchi bo'lib Abu Bakr